Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va albatta shu kanalni tomosha qilib borayotganlar. Aziz tomoshabinlar, mana ko'rib turgan uyingizda tungi fon ishlari bitdi. Bu ishimiz Regarda bo'lgan, Tursunzoda shahrida. Uyimiz atrofi. Mana bu yerda bitta navesimiz bor mana. Yo'q, bu taraflari mana daroshkalar boshidan ko'rsatib boramiz. Aziz tomoshabinlar, agar bu kanalda yangi mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xudo xolasa, mana shu kanalda yangi fasollarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Kimga shu tungi fon ishlari qiziq bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga telefon qilib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana bu yerda mana oshxonamizni oldidagi mana daroshkamiz bor edi. Mana shuni o'rtasini shaxmat qilib plafonlari ham o'rnatib qo'yilgan. Aziz tomoshabinlar, bu ishimiz Regarda bo'lgan, Chkalifda. Xudo xolasa bundan keyingi ishimiz Shahrituzda bo'ladi. Shu yerga Xudo xolasa Shahrituzga yo'l olamiz. Shahrituzga borib, Xudo xolasa u yerdagi ishimizni ham boshlab, mana shunaqa chiroyli qilib bitirib, mana shu kanalga qo'yamiz. Shu kanalda ko'rishingiz mumkin aziz tomoshabinlar. Hozir bu tarafda navesimiz ham bor edi, darvozaxona. Buni ko'rsatib boramiz. Darvozaxonamiz o'rtasiga lyustra shaklda to'rtburchak qilib, tagiga svetomuzkirani qo'yib, zalatiy tillo rang original tunkadan qilib berilgan. Ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Sog' va salomat bo'ling.